Uyni patologiya nimadan qilgan yaxshi? Bu paneramiz ahvolimi deb bukilasiz. Sinib ketadi. Eng qizig'i bunimiz bo'lsa tunikamiz ahvoli bo'ladi. Bitta tursangiz mana abdastamizdan suvan chiqib ketdi, lekin tunikamizga hech nima bo'lmadi. Eng qizig'i paneramiz 3 yil tursa, mana shunaqa sarg'ayib ketadi. Ab tunikafonimiz 3 yil tursa hech nima bo'lmaydi. Ya'ni do'stlar bunga 15 yilgacha garantiya berishyapti. Eng qizig'i qalinligiga keladigan bo'lsak, listi 0.35 listdan 0.4 listigacha bo'lar ekan. Eng qizig'i do'stlar kvadratiga keladigan bo'lsak, tunikafonni o'zi 130 ming so'mdan 140 ming so'mgacha bo'lar ekan. Yonidagilarni NDF yoki Asia Plus'dan qilib bersangiz endi do'stlar 70 ming so'mdan boshlab turib 120 ming so'mgacha bo'ladi. Lustra o'zi narxiga keladigan bo'lsak, bir donasi narxi 160 dollardan boshlab u yoqqa ketaverar ekan. Tarnov qilib bersangiz, tarnovni 1 metrning narxi 70 ming so'mdan boshlab u yoqqa ketaveradi. Bu narxlarda ichida usta haqqi, lesasi, mahsuloti, meqa shurub hamma yo'q ichida bo'ladi. Qolgan joylarga albatta kelishgan holatda kimgadir qiziq bo'lsa, общий kvadrat 300 kvadrat metr bo'ladi. Shunaqa uylarga tunikafon xizmat kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.